Yaxshi kelib oldingizmi aka? Zo'r. Turkiyaning pechati borlar, qo'rqmanglar. Men qo'rqib keldim. Moskvadan Toshkentga, Sankt-Peterburgdan Toshkentga chiqadigan avtobuslarimiz qatnashi davom etyapti. Toshkentdan Moskvaga hozirgina kirib kelgan bu avtobusimiz ko'rib turibsizlar, yo'lovchilarimiz kelib tarqashyapti. Obratkaga bugun chiqib ketadi. Bir kunda ikkita reyslarimiz bor. Sankt-Peterburg Toshkent, Moskva Toshkent yo'nalishida. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni keta turgan reyslarimiz haqida to'liq ma'lumotlar qo'yib boramiz. Aka, yaxshi kelib oldingizmi? Assalomu alaykum. Hali yo'llar yaxshimi aka? Chegaralarda ko'p qolib ketmadilaringmi? Zo'r. Yaxshi. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi kelib oldingizmi aka? Zo'r. Turkiyaning pechati borlar, qo'rqmanglar. Men qo'rqib keldim. Menda Turkiyaning pechati bor edi. Mana. Lekin o'tar ekansizlar. Avtobusga kelsa bemalol o'tar ekan mana. Muammo bo'lmadi, ha? Muammo bo'lmadi. Gap so'z yo'q aka. Rahmat. Ishlarga omad aka. Bemalol aloqa chiqarasizlar, reyslar har kuni bo'ladi. Ishonchli umidlar qoldirib qo'yamiz. Kanalga podpiska bo'lib, bizni kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.